Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Dixieland muhitida study case yaratish, operation scenario yaratish va network variation yaratish xususida gaplashamiz. Buning uchun biz avvalambor Dixieland modelini oynasini ochib olishimiz kerak. Undan so'ng bir yangi projekt yaratib, projektga nom beramiz. O'quv modeli degan. Va OK tugmasini bosganimizda bizga grid nomini so'raydi. Grid nomini grid 1 deb nomlaymiz. Bizda bunaqa muhit paydo bo'ladi. Bu yerda project overview, driving tools bor. Driving tools orqali bilamizki, bizda uskunalar paneli joylashgan bo'ladi. Biz project overview bilan ishlaymiz. Bu yerda bizga ma'lum bir study case turibdi. Ya'ni study case biz ochganimizda yaratildi 20:12:43 bu study case'ni endi qandaydir nom bilan nomlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, edit qilib load flow case deb yuritishimiz mumkin. Load flow study. Xo'p, study o'zi nima? Study case bu hisoblash muhiti qandayligini belgilovchi omil bo'lib, Dixielandda hisoblash muhiti qanaqaligini aytadi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin biz yozgan load flow studiesi yoki bo'lishi mumkin qisqatda shu short circuit studies yoki bo'lmasam stability analysis studilari yoki grid code component studilari, RMS bilan aloqador bo'lgan boshqa yoki insulation coordination kabi bir qancha studiyalar bo'lishi mumkin. Bundan ko'rib turibmizki, bu hisoblash muhiti qandayligini belgilaydi. Ya'ni load flow muhitidami, qisqa tutashuv muhitidami yoki biz bilgan stability, ya'ni turg'unlik muhitini hisoblayaptimi yoki grid code component study, grid code talabiga muvofiqlik darajasini baholayaptimi, qaysi studiyada ishlayotganligini bildiruvchi omil hisoblanadi. Bunda biz kichik model yaratib olishimiz va bemalol bunda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Load flow modelini yaratib bemalol muhit yaratishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi esa operation scenario muhiti. Bu muhit qanday muhit? Bu elektr energiyasi tizimining ishlash holatlarini ifodalaydigan muhit bo'lib, hozir buni ko'rib o'tadigan bo'lsak, biz insert bo'limidan insert bo'limida qo'shish mumkin bo'lgan study case'lar, variationlar, expansion stage'lar, operation ssenariylarni qo'shishimiz mumkin. Biz operation scenario haqida gapirishayotganimiz uchun operation scenario bo'limini tanlaymiz. Bunda operation scenarioga nom ber deb chiqyapti. Bizda operation scenario o'sha biz ko'rayotgan case'da, masalan, load flow case'mi yoki grid impact assessmentmi yoki short circuitmi, undagi bo'layotgan tizimdagi ishlash holatini ifodalaydi. Eslab qoladigan bo'lsak, bunda fasllarga ko'ra yuklamalarning o'zgarishi, masalan, yozda, qishda, bahorda, kuzda boshqacha holatlarda bo'lishi mumkin yuklama. Deylik, qishda ko'proq, yozda kamroq. Generatorlarning ish holatida ekanligi yoki yo'qligi, masalan, GESlarni bilamiz, yozda quvvat berishi, qishda kamroq quvvat berishi mumkinligini yoki umuman bermasligi, o'chirib qo'yilishi yoki ba'zi bir issiqlik elektr stansiyalarining yozda ekspluatatsiyaga chiqarilishi oqibatida o'chirib qo'yilishi kabi holatlarni ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa tizimda, masalan, O'zbekiston grid tizimida BES, ya'ni zaryad to'plovchi elektr stansiyalarining zaryad rejimidaligi, masalan, kunduz kunlari yoki razryad rejimida kechqurun bo'lishi mumkinligi yoki liniyalarning o'chiq holatdaligi, masalan, yozgi rejimlarda yoki yopiq holatdaligini ifodalovchi holatlarni ifodalaydi. Ya'ni bu operation scenario orqali biz shunda yozishimiz mumkin. Operation scenarioga deylik summer 12:00. Значит, bu ko'rishimiz mumkin. Bu holatda biz summer 12:00 da tizim qanday holatda, masalan, quyosh stansiyalari
12:00 100% ishlash rejimida bo'ladi. Batareya e, quvvat to'plovchi elektrostansiyalar esa razryad, ya'ni quvvat zaryad, ya'ni quvvat olish rejimida ishlayotgan bo'ladi. Bunaqa operation ssenariy yaratiladi mana. Biz ko'rib turibmiz, load flow bo'limida operation ssenariy yaratilyapti. Agar buni biz yana ham qo'shmoqchi bo'lsak, insertdan yana ham foydalanishimiz mumkin. O'sha operation ssenariy bo'limidan deylik, summer 21 masalan 21:00 rejimini yaratib olishimiz mumkin bo'ladi mana. Xo'p, bunda 21:00 holati aktiv. Agar biz uni 12 ga o'tkazmoqchi bo'lsak, 12 ni activate qilishimiz va bemalol ishlashimiz mumkin bo'ladi. Shu orqali biz bu holatlarni imkoni boricha ko'rib chiqa olamiz. Keyingi masala bu network variation bo'lib, network variation nima uchun kerak? Bu tarmoq konfiguratsiyasi, ya'ni tarmoqning strukturasini o'zgartirish uchun ishlatiladi. Network variation orqali yangi liniyalarni qo'shish yoki yangi transformator yoki yangi podstansiyalarni qo'shish mumkinligini yoki mavjud elementlarni olib tashlanishi kerakligini, masalan, gridda o'zgarishi mumkin bo'lgan, O'zbekiston elektr sistemasida o'zgarishi mumkin bo'lgan har qanday holatlarni kiritishimiz mumkin yoki kelajak loyihalarni modellashtirishimiz mumkin. Masalan, hozirgi 2026-yil holati modelda ko'rsatiladi va 2027-yilda masalan yangi podstansiyalar ulansa, u qanday ko'rinishda bo'ladi, buni network variation orqali yoki 2030-yilda qanday bo'ladi, buni network variationda ko'rsatib o'ta olamiz bemalol. Bu orqali elementlarning 2026-yilga holatiga o'tganimizda elementlarning yo'qolishi yoki 2028-yilga o'tganimizda yangi stansiya, podstansiyalarning yoki yuklamalarning qo'shilishi bilan bemalol ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Bu bugungi darsimiz bu nazariy ma'lumotlar asosida ko'rsatiladi. Keyinchalik esa buni bitta kichik o'quv modeli yordamida yaratib olib, vaqt yo'qotmaslik uchun keyingi mavzuyimizda kichik o'quv modeli yaratib olamiz hamda buni alohida load flow, short circuit studylari yoki grid code component studiylarini birgalikda study caselarda jamlanishi, buni operation ssenariylarda qanday ko'rinishda bo'lishi va network variationda qanday konfiguratsiya strukturalarini o'zgartira olishimizni ko'rsatib beramiz. Network variation yaratishimiz uchun bizga variation bo'limidan tanlashimizning o'zi kifoya bo'ladi. Variation, masalan, biz qanday stansiya qo'shyapmiz deylik, Buxoro bug' gaz qurilmasi qo'shilyapti, masalan, yangi yoki bo'lmasa bu network variation deylik, yoki yillik bo'lishi mumkin. Masalan, hozir 2026-yil modelini yaratgan bo'lsak, deylik, 2026-yil modelini yangi variation expansion stage'ga masalan deylik quarter birinchi cho'ragi deb kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda albatta vaqtlarni ham kiritishimiz mumkin, to'laqonli. Biz unga hozircha faqat yaratib olish haqida gaplashyapmiz. Keyinchalik esa vaqtlarni kiritib ham bemalol ko'rsatib o'ta olamiz. Xuddi shu narsani yana bir marta takrorlab, variation bo'limidan yoki variation emas, variation yaratildi. Expansion stage bo'limidan biz ikkinchi deb quarter 1 deb olgan edik. Masalan, copy qilib, buni quarter 1 ustiga qo'yib paste qiladigan, network variation ustiga qo'yib paste qiladigan bo'lsak, bunday qilib ham ishlashimiz mumkin va buni nomini edit qilib 2027-yilga o'zgartirib bemalol ishlay olamiz. Shu orqali network variationni ham yaratib olishimiz mumkin bo'ladi va undagi elementlarning o'zgarishini kiritish orqali 2026-yildagi yo'q detallarning 2027-yilda paydo bo'lishini activate qilish orqali o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 2026-yilda ham activate bo'lganlar 2027-yilga qilib qo'shilgan har bir stansiyalar ko'rinish beradi.
Mana biz yaratib olingan kichik model orqali sizlarga bu Operation Scenario Study Case va Network Variation qanday ishlashini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun biz oddiy elektr sxemasini yaratib oldik. Oddiy elektr sxemasida biz load flow va short circuit degan hisoblash muhitlarini, ya'ni study case'larni yaratdik va undan tashqari operation ssenariylarda Summer 12, Summer 21 kabi vaqt darajalarida bo'lib olingan ishlash holatlarini, muhitlarini keltirib oldik. Undan tashqari Network Variation'da yangi base'ning 2026-yil mart oyida ishga tushadigan yangi base loyihasini va 2026-yil iyun oyida ishga tushadigan yangi photovoltaic power plant loyihasini ham bu tizimga kiritdik. Biz esa endi ishlarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Buning uchun ko'rsatamizki load flow beramiz F1 orqali. Load flow berganimizda quyidagi manzaraga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu yerda tizim qanday holatda ishlayotganini ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana liniyalarning yuklanishlari 24, 53 va 5, 0.74 derating faktor liniyaning issiqlik ta'sirida o'tkazuvchanligini ma'lum qadar yo'qotishni hisobga oladigan faktorlarni ham kiritib o'tganmiz. Endi esa biz agar 21:00 holatiga o'tsak, load flow ishchi muhitida Summer 12 va 21 ni farqini ko'rib o'tamiz. Mana 21:00 da linear integrating faktori 0.94 ekanligini va hech qanday o'zgarishlar masalan amalga oshirilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, biz agar CTG ning quvvatini o'zgartiradigan bo'lsak, masalan 140 emas 100 va 0.9 power faktorda ishlatadigan bo'lsak, mana 300 ga yaqinlashadi. Buni biz save qilamiz va 21:00 ga o'tganimizda bu eski holatda turganligini guvohimiz bo'lishimiz mumkin. Deylik 21:00 da bu quvvat kamaygan hisoblanadi va ma'lum darajada tarmoqqa beryapti va olayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 26.3 megawatt tarmoqdan olish rejimida ishlayapti. Yozgi 12 da esa bu 144.8 megawattni tashkil qiladi. Shundan ko'rishimiz mumkinki, bu muhitlarda ishlash anchalik qulay va osonligi. Endi Network Variation kelajakdagi loyihalar. Keling biz 2026-yil mart oyidagi loyihani ishga tushiradigan bo'lsak, yangi BES loyihasi activate qilinyapti. Yangi BES loyihasiga kelib activate qilamiz. Ya'ni bu expansion stage hisoblanadi. 2026-yil mart oyidagi Network Variation'da yangi BES expansion stage activate qilganimizda bizda yangi BES loyihasining ishga tushishi avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Biz F1 ni berganimizda bu yerda generator ishlayotgan hisoblanadi. Yozgi 12:00 holatiga ko'ra generatorni biz berish rejimida emas, balki olish rejimida ishlatganimiz ma'qul bo'ladi. Buning uchun oldiga minus chorasini qo'yamiz va minus 50 deb minimum chegarasini, plus 50 deb maksimum chegarasini belgilashimiz mumkin. Uzr, rated current 40 ekan. 40 deb berishimiz mumkin. Hop, bunda bizda 40 ga 15 mayli, reaktiv quvvat 15 berish ham mumkin, olish ham mumkin. Biz esa keling olish berish qilmaymiz, nima tura qolamiz. Bunda bizda buni bosadiganimizda 40 megawatt quvvat olish rejimida ishlayapti. Yozgi 12:00 rejimida. Buni saqlanib qilamiz hamda 21:00 rejimida activate qilib F1 ni bosganmiz. Mana 40 megawatt berish rejimida ishlayapti. Kunduz kuni olish, kechqurun berish rejimida ishlatsak yaxshi hisoblanadi. Endi esa 2026-yil iyun oyida ishga tushadigan yangi photovoltaic power plantni activate qilamiz. Bu BES bilan birgalikda BES mart oyida ishga tushdi. Endi biz 2026-yil iyun holatini ko'rayotganimizda yangi fotovoltaik stansiyasiga ishga tushmoqda va bunda yozgi 12:00 holatida bu fotovoltaik stansiyasi deyarli 100% rejimda ishlaydi
Shuning uchun biz 75 megavar berishga qaror qildik va 77,6% yuklanib ishlayapti bu fotovoltaik stansiyasi. Endi buni 21:06 ga activate qilamizda, bu stansiyani o'chirib qo'yamiz, chunki yozgi 9da quyosh stansiyalari o'chgan holatda ishlaydi tizimda, tarmoqda, va shu tarzda saqlanib qilamiz. Save. Bunda rejimdan rejimga o'tganimizda mana base bilan quyosh stansiyasi va CTG'ni sinxron generatorni ko'rganimizda o'zgarishlar ro'y berishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, quyosh stansiyasi 100% yaqin nisbatda yuklanish beradi. Deylik, generator xohlagancha ko'rishimiz mumkin o'rnatilgan quvvatiga qarab, hamda base rejimi kunduzgi quyosh berish rejimida baselar olish rejimida ishlaydi. Kechqurun quyosh stansiyalari o'chgan taqdirda base stansiyalari berish rejimida ishlaydi tarmoqda. Shu narsalarni qo'yib, hisoblashga osonlashtirib, buni kerak bo'lsa winter 12, winter 18 rejimlarda ham, masalan, yoki tungi rejimlarda 02 rejimlarda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yuklamalarni ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, yozgi 12 rejimidan ko'ra 21 rejimida yuklamalar kattaroq bo'lishi kerak. Shunda biz yuklamalarni masalan 70 qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Deylik, bu yuklamalarni undan ham kattaroq qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Faqat transformator yuklanmasa. Shu tarzda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu yozgi 21 rejimlarda yuklamalarning o'sishini inobatga olib, baselarning berish rejimiga o'tishini inobatga olib, quyosh stansiyalarining o'chiq holatdaligini inobatga olish va yuklamalarga qarab tizim barqarorligini saqlash uchun sinxron generatorlarning rejimlarini qo'yib, bemalol yangi proyektlar yaratishimiz, qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa qisqartiruv bo'limiga o'tishimiz mumkin, masalan, yoki bo'lmasa operation scenariyo bo'limida -1 holatlarni baholashimiz mumkin. Katta tizimlarda bu narsalar ham kerak bo'ladi. Masalan, -1 holatda qanday ishlaydi, kuchlanish tushuvlari yuzaga kelishi mumkinligini, bu -1 holat bo'lmagan kuchlanishlar barqaror holatda saqlanishini ko'rishimiz mumkin. Hop, endi esa biz study case'ni o'zgartiramiz, ya'ni short circuit case'iga o'tib, 21 rejimida mana expansion stage'lar orqaga qaytdi, hammasi orqaga qaytdi. Biz faqat mana bu shinada qisqartiruv bo'lishini ko'rib o'tamiz. Buning uchun calculate bo'limiga o'tib, short circuit bo'limidan user selection, ya'ni biz tanlagan shinadagi 3 fazali qisqartiruv, maksimal qisqartiruv toklarini ko'rishimiz, calculate qiladi, hisoblaydi. Standartlarga muvofiq. Bu yerda standartlar ko'p. Asosan EEC tan olingan 60909 standartidan foydalanamiz. Bu execute tugmasini bosganimizda KZ qiymatining 27,353 kiloampere ekanligini ko'rishimiz mumkin. Uni eslab qoling. Hozir biz yangi base stansiyasini ishga tushish orqali KZni qanchalik ko'tarilishi mumkinligini hisoblab o'tamiz. Mana font tugmasini bossak 27,459 biroz kattalashganini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa endi yana ham 27,459 ga yangi fotovoltaik stansiyasini qo'shganimizda qanday bo'ladi? 27,677. Shu tariqa biz mana shunday katta loyihalarni ham shu yo'sinda amalga oshirib, load flow bo'limida, qisqartiruv bo'limida yoki bo'lmasa umuman stability analysis deylik, bu generatorni dinamik turg'unliklarini yoki tizimning statik turg'unliklarini hisoblashimiz mumkin bo'ladi bemalol. Bu orqali yoki bo'lmasa boshqa bir RMS amalga oshiriladigan, masalan, quyosh stansiyalarining tarmoqqa ta'sirlarini yoki baselarning tarmoqqa ta'sirini yoki bo'lmasa quasi dynamic simulation yuqorida boshqa bir hamkasbimiz tushuntirgan narsalarni bu
stadiyada amalga oshirishimiz mumkin. Yozgi 12, yozgi 20 va qishki 12, qishki 18 yoki bahorgi rejimlarda yoki kuzgi rejimlarda yoki yuklama maksimum bo'lgan yoki minimum bo'lgan rejimlarda har qanday holatda ham tarmoqni to'laqonli amalga oshirishimiz mumkin. Bu toollar orqali